O'zbek shou-biznes olamida yana bir katta yo'qotish, janoza, og'ir judolik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Afsus, yana bir yo'qotish. O'zbekistonda og'ir judolik. Taniqli bloger bugun vafot etdi. Jurnalist Jasur Hamroyev vafot etdi. Jurnalist va bloger Jasur Hamroyev bugun 5-aprel kuni 42 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Ma'lumot uchun, Jasur Hamroyev 1983-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan. Shov-shuv.uz loyihasi asoschisi va bosh muharriri bo'lgan. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasining Toshkent shahar Yakkasaroy tumani kengashi raisi sifatida faoliyat olib borgan. Uning qandli diabet kasalligi bilan kurashib kelgani aytilmoqda hamda bloger qandli diabet kasalligidan vafot etdi deya yozib qoldirilgan. E'tibor bersangiz, bugungi kunda ko'plab jurnalist hamda blogerlar, yoshlar orasida qandli diabet kasalligi bilan chalinganlar ko'p uchramoqda. Marhumning yaqinlariga hamda oila a'zolariga ta'ziya izhor etamiz. Jasur Hamroyev so'nggi paytlarda shou-biznes yangiliklari bilan blog yuritib kelayotgan edi. Uning qand kasalligi tufayli vafot etganligi ijodkorlarga ma'lum qilindi. Hurmatli tomoshabin, videomiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.